Mana Ekonix mashinamizga propan qo'yish ishlari ketmoqda. Orqa qismiga xudo xolasa 60 talik propan balon joylab beramiz. Terma trubkalar bilan zapravочный, Euro zapravочный bo'ladi. Fittinglari hozir balonni olib kelib ish jarayonini boshlaydi. Oldi qismi ish jarayonida. Bu mashinamizga qo'yayotgan zapchastlarimiz Ejector 48 ga 4 blok upravleniyasi. Farsumkamiz Dakota 2 ohmli har doimgidek. И редуктор Nordic italyanskiy reduktordan foydalanyapmiz. Bu Ekoniximiz XL motor bo'lgani uchun Ejector 48 ga 4 Dakota Nordic italyanskiy komplektda syomka qilib beryapmiz. Bu mashinamizga shu turishi $750 ga syomka qilinyapti. Xohlovchilarga bundan arzonroq variantlari ham bor. Kimga mana shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib berishingiz mumkin.